Bir oila ajrim bo'lyapti. Buni yechimi qayerda? Nima qilish kerak? Bir-birini tushunmay, bir-birsiga moslashmaganligimi yoxud har bir narsaning davosi vaqt deysizmi? Bunday vaziyatda ota-onalar yoshlarni o'rtaga olib, farzandlariga sen ham bir kuni baxtli bo'larsan, sen ham baxtli bo'larsan, lekin bu vaqtinchalik. Siz yashagan oilada ota-ona bo'lib yashagan muhitni farzandlaringiz qanday, qayerdan topadi deb shuni tushuntirishlari lozimdir. Ey ayol, ey ona, ey kelin, birlamchi oilangdan kechma. Farzandingni taqdirini sinalmagan, o'zing bilmagan o'zganing qo'liga topshirma degim keladi. Sinalmagan otning yonidan o'tma degan naql bor. To'g'ri, sen ikkilanchi oila bo'lib baxtli bo'larsan. Bu lekin vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Chunki sen to'g'ri yo'l deb o'ylagan bu yo'l ortida sen norozi qilgan insonlar bo'lishi mumkin. Bu dunyo qaytar dunyo ekanligini eslang va unutmang.